Bugun bir bemor ko'rdim. Bemor shu 6 ga kiryapti. Kelganda shikoyati shu faqat yo'tal, ya'ni 2 yildan beri yo'tal, ya'ni mavsumiy yo'tal bilan shikoyat qiladi. Hamda keyin onasidan, buvasidan so'radim men bu holatda. Yo'tal, ya'ni jismoniy harakat qilganda, ya'ni velosiped yoki futbol o'ynaganda yo'talmayotgan bo'lsa, hech payt yo'talib qoladimi? Ya'ni harakat qilganda desam, harakat qilganda yo'talib, qansirab qoladi deb shikoyat qildi. Ulari bor dedi. Keyin bemorni ko'rdik, tekshirdik, hamma narsani standart bo'yicha tekshiruvlardan o'tdi, analizlar topshirdi, analizlar, tekshiruvlarda, instrumental tekshiruvlarda ham tasdiqlandi diagnoz. Ya'ni bu bemorda shu bronxal astma diagnozi qo'yildi. Shu bronxal astma deb diagnoz qo'ygan paytimda buvasi bilan shu onasi o'sha g'alati bo'lib tushkunlikka tushib ketishdi. Lekin buni hammasini tasdiqlab tushuntirib berdim. Hatto auskultatsiya tekshiruvida, ya'ni o'pkalarda, bronxlarda eshitib ko'rganimizda hushtaksimon tovushlarni o'ziga ham eshittirib berdim. Shundan keyin bemorda shu onasi bilan buvasi tushkunlikka tushib anchagina xafa bo'lib qolishdi va buni to'g'ri tushuntirdim bemorga. Sizlarda ham bolalarda shunaqa bronxal astma diagnozi qo'yilsa, tushkunlikka tushib, vahima qilish shart emas. Hozirgi paytda maxsus lecheniyalar, ya'ni allergiyani maxsus asid terapiya degan muolajalari bor. Shularni olsa, bu hech qanday belgiga asoratlar qoldirilmaydi. Bolalarda asid terapiya muolajasi o'tkazsa, yo'tal, nafas qisishlar hammasi joyiga kelib ketadi. Sizda ham shunaqa bo'layotgan bo'lsa, vahima qilmasdan zudlik bilan allergolog qabuliga chiqib, asid terapiya muolajalarini olishni tavsiya beraman. Yoki qabulga keling. Qanaqadir savollaringiz bo'lsa, bemalol kommentariy orqali yozishingiz mumkin.